Shakir. Buna ulim bozor olib bordim seni. Chabli mabli oldi, har narsa olib berdim. Ben uyga bordim, ko'plar sho'xlik qilma, ha? Qoma? Mayda uyga ham keldik. Ha, hoja? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Qayerdasan? Joning yurmas, yaxshimi? Orom borsan, baqa. Nima gap xayrlik? Mana jigar qilib o'tirsan bir o'zi arafaga. Buni maydag'andan ham istiqobi deb ishlatib, o'zing ham jigar qilsan. Mana shunday odam Nima desang? Namoz kunlari ma'lum xo'sh bo'lsa, sen jigar qilsan arafa ro'zlari. mana hozir o'zingizga mana namozdan ketib qoldi. Ro'zlar degan gap bor. Odamnisiga mana qara qolgan vaqt nesen yo'q, nodorlik, ukalarimiz ishni sabranjo namozda qurbonimiz ham yo'q. Ana shuncha Sizlar hammaniki bor. Odam tashvish qilmaydi, har qancha ham bo'lsa, xayr. Namoz ro'zlari bor. Bunday bilan jigarxon bo'lmagan agar sen jigarxon bo'lsang uydagilar nima fikr qiladi? Uydagilarga quvvat bo'lgan va har hol insoniyatlik bo'lgan emas, sen tashvish qilmagan. Mana biz bormiz inshaalloh. Maqsad agar ko'p bo'lmasa ozroq ko'mak qilamiz, har vaqt topding va hamda pishiqchilar keladi, ishlaysan ya bir qo'lga bir narsa tushadi. So'ng begina mushkul emas. Ro'zangda, namozingda, arafangda bir xayr xushbalig bilan o'tkazgin. Bunda bachalar jigarxon bo'lmasin, oyoqlarga bir narsa bergin. Buniki har vaqt toping sen bergin. Mushkul emas. Ey tashvish qilma. Mana men oldimda bir ketayona bor. Biz xashladik, bozor qildik. Biz mushkul emas, oldimizda borni senga beramayman. Nima qildim? Mana o'zlaringizga namozga kerak bo'ladi. mushkul emas. Buni olgin sen. Ha, biz bu namozni vaqtini jedik. Buni oldinda bor tag'ani. Mushkul emas. Sen baxay har vaqt nima qilding? Qo'lingga tushdi, so'ng berdim, hech mushkul emas. Jigarxon bo'lmagin-da. Va xush vaqt bilan o'tgan namozlarni mana bashlar bilan sabr qilgan. Shu o'lim harakatimiz. Bal uchun daqqa bozor bilamiz. Mana bir kiyimli mana alay. Tez. Nima bo'ldi o'zingizmi? Sen o'ynab ketgan ekan. Bu masih tajriba bor. Bachchan, birinchisi o'ynayotganlar. Bular. Jepka.